Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana yangi bo'tkamiz tayyor bo'ldi. Alkofurlik. Ham shassi holatda kelgan. Mana bitirib bugun topshiramiz. Hop, ichlariga panel urib qatirib berdik. Qalindan ichiga po'kaklarni solib, qo'llariga mana yangi tekstoret qo'yib berdik. Zavodskoydan. Mana tomondan 10 tonnalikka biri 10 qo'shib beryapmiz. Lentinga qo'ydirib kelgan. Vaqtda Kia mashinaga qo'yilyapti yana bir bo'tka. Ikkalasining tashqarisi alkofurlik bo'ldi. Bunikini ichkarisi alkofon bo'ladi. Uniki panel edi. Shunda shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol